shaharni shovqinidan charchaganlar uchun Nazarbek tekstilga kelganmiz. Mana shunaqa dala hovlilar bor. Mana shu olsotuli joyimizga chiqyapti. Qaranglar, bismillah deb kiramiz. Bitta mashina qo'yishga joy bor. Qaranglar, mana shunaqa tandirlar bor. Ovqat qilishni yaxshi ko'rsanglar, maza qilib ovqatlan qilasizlar. Yo'nkisti bor, suv bor, gazni ulab olasizlar. Svet yomon joylar emas. Mana o'tirishda ketmayman deyishyapti bular ham. Endi sizlarga bitta ichkarisini hozir ko'rsataman. Xo'p, kirishimiz bilan mana shunaqa kichkina hovli bor. Bu yerda katta xonasi bor. Qaranglar. Remontlari ham yomon emas, narxi ham yaxshi. Kelib mana shu yerda oshna og'ayni ulfatlar bilan maza qilib dam olsanglar bo'ladi. Qaranglar, bitta xonasi bor. Bu yerda sanuzel et-betiga qaraysizlar, sanuzelni bitirib qo'ysanglar bo'ladi. Endi sizlarga past qismini ko'rsataman. Qaranglar, mana endi past qismiga tushamiz. Bu yerda daraxtlar bor. Endi hammasini eplash olmayotgan ekan, o'shanga sotib yuboramiz deyapti. Bu yerda hojatxonasi bor. Bu yerda qo'yxona, molxona qilib qo'yilgan. Bu yerda basseni bor. Nazarbek tekstil olsotu. Bu yoqda sotu zahvati ham bor ekan. Mana shunaqa qo'yxona qilib qo'yishgan ekan. Qo'y mol boqaman desanglar, o'zingizlar uchun zo'r joy. Qaranglar, yerda ham mana to'g'ri boqsanglar bo'ladi. Mana o'zingizlar qaranglar. Nazarbek tekstil olsotu startiviy $45,000. Egalar nomer opsiyanida bo'ladi. Narxidan yana o't berarlar. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa barakasini qorasizlar. Hammanglarga omad.